Toshmat kelyapti. So'nggi axborot. Kim dedingiz? Bizni pochtalyon hozir bu yerga tushadi. Qo'lini ko'tarib baland ovoz bilan so'nggi axborot dedi. Diqqat, so'nggi axborot. Yaponiya imperatori shamollab qolibdi. Londonda och qolgan arslon zoopark direktorini yeb qo'yibdi. Chilida kuchli vulqon otilib chiqdi. Rayon markazimizda esa bugun bexosdan yong'in chiqdi. Eng yaxshi sartaroshxonamiz kuyib ketdi. Sartaroshlarni qutqazib qolishdi. Bugundan e'tiboran o't o'chiruvchilar navbatsiz soqollarini olishaveradi. Undan so'ng yangilik bor. Xabarsiz qopsiz. Eshitaylik bo'lmasa. Fatima degan brigadir bor-ku, qo'shni kolxozdagi. O'sha o'g'il ko'ribdi. To'y bo'lganiga atigi 5 oy bo'ldi. Ahmoq eri esa tug'ruqxonaga gul ko'tarib bordi ya. 5 oy deysizmi? Demak, hisoblab yuribman deng. Ha, bo'lmasa-chi? Men hamma narsani hisoblab yuraman. Esdan chiqarmaydi deb yozib ham qo'yaman. Kunini, soatini, qachon to'y bo'lganini ham aytib beraymi? Ablah. Nima? Nima dedingiz? Men ablahmi? Men haqorat qilmang. Kasal odamman. Mana spravkamam bor. Gapingiz uchun javob berasiz. Invalidman. Mana ko'ring. Akram to'g'ri aytdi. Ablah odamsiz. Ura! Layla uch keldi! Malika. Otga bedaqir qilib qo'y. Eshityapsanmi?
Assalomu alaykum Shukurboy. Karim, yana gunoh qilib qo'ydingmi? Hali ham o'sha qizni ketidan hovliqib yuribsanmi, ha? Biz shunchaki do'stmiz. Do'stmiz? Uyat emasmi? O'g'lim, sen hali o'qib odam bo'lishing kerak. Otangning yuzini yerga qaratma. Bor, darsingni qil. Xo'sh, yana o'zboshimchalik qilmoqchimisan? Shu choqqacha nonushta qilganingiz yo'q. Yuring dedi. Bormang, Malika. Bor bo'ling. Oyi, hop, yana aytib bering, hop. Xo'sh, nimaga o'ynaysiz? Mehrinson, men bega o'ynagani kelganman, yosh pishirishganman. Oyi, menga qarang. Hop, Linomiz tamom bo'pti-ku. hozir olib chiqaman. O'tir. O'zim olib kelaman. To'g'ri, Shukur ota. Xo'p, otamiz borlar-da. Bo'lmasamchi, bebaholar. Akram aka, rediskadan oling. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Sen kun bo'yi tinganing yo'q. Endi bu yog'ini menga qo'yib ber. Hechqisi yo'q. Juda ham mehribonsizda. Havasing kelayotgan bo'lsa, eringga ayt, mendan o'rnak olsin. Qo'ying, uyaltirmang, dadasi. Balki dasturxonni yig'ishtirishimga qarashib yorarsiz. Nima? Bugun 8-martmi? Qani bolasi, eshitdinglar? Gaplaring to'g'ri. Menga qara, o'g'lim. Axir qachon uylanasan, ha? Aya. Ha, allaqachon uylanishlari kerak edi. Rost. Bilib qo'y. Keyin pushaymon bo'lasan. Kelinni o'zimiz topamiz, shunday emasmi? To'lib yotibdi. Osh rayhon topamizmi? Mayli, men roziman. Lekin bir shartim bor. Bo'lg'usi nabirangiz to'yimda o'ynaydigan bo'lsin. O'shanda albatta o'ylanaman, to'g'rimi? Rahmat niyatlaring uchun. Tashvish qilma, harakat qilib ko'ramiz. Eshikni ochgin. Laylak, qaranglar. Oho, katta xo'jayin kelibdilar-ku. Marhabo. Layla kelsa farzand ko'rasan deyishadi. Men boshqacha eshitganman. Bolani tuyning tagidan topishar ekan. Oyimni aytishiga qaraganda, men osmondan tushganmishman. Oyi, Suzanamizni tanidi. Yoqib qolishgili. Qiziq, nimasi yoqib qolgan? Osmondanmi, tuynidanmi? Har qalay farzand bo'lsin, nima deysiz Malikaxon? Nigora, voy Nigora, sizga nima bo'ldi? Voy bilayni, yana eringiz qo'yganmi? Qo'ying, men bilay yig'lamang. Uyga olib kelinglar, yupadilar. Yig'lamang. Rayhon yasirdi. Hozir. Uyga chiq! Yaxshilikka chiq, bo'lmasa kuningni ko'rsatib qo'yaman. Nega
Nima bo'pti? Bu xotinlarni qo'yaver. Doim bir narsadan xafa. Axir u yig'layapti-ku. O'tir qayim. O'tir. Qishlog'imizda birovlarning ishiga aralashib bo'lmaydi. Malika, nima qilasan aralashib? Nahotki bir kun ham xotirjam o'tirib bo'lmasa, ha? Bugun 8-marta emas-ku. Ehtiyot bo'l, Feruza! Malikaxon, issiq suvdan quyvar qizim. Bu kimniki? Qayimjonni ko'ynagi. Yuvib beraylik desam, o'zim yuvaman deb hech unamaydi. Uyat umaydimi deb zo'rg'a ko'ndirdim. Salom. Salom. Qayum aka? Sizga nima bo'ldi? Kim urdi? Ana ular. Qizga tegajog'lik qilishgandi. Qayoqqa? Militsiyaga. Keragi yo'q. Ta'zirlarini berib qo'ydim. Uygam? Sovqotmayapsan? Yo'q. Çö canavar, çö. Umurumda ko'p narsalarni tashiganman. Paxta, hovun, tarvuz, ohak, so'ksovul. Ammo oshiq-ma'shuqlarni birinchi marotaba olib borishim. Bizlar oshiq-ma'shuqlar emas. Rostdan, ha? Juda ham o'xshaysizlar-ku. Chu. Men ham yoshligimda ot chayardim. Siz bolalarni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Nega bu yerga bir o'zingiz kelib qolgansiz? Shunday bo'lib qoldi.
O'zim uxla. Oyi, Lelehlayam uxlayaptimi? Uxlayapti o'g'lim. Yot, uxla. Bo'lmasa dadang ertaga bozorga olib bormaydi seni. Qayim aka! Tezroq yuring. U yerda Nigora. Nima gap? U ketyapti, tezroq yuring. Bo'lmasa yetolmaymiz. Eri qirqmas. Xotini uyga qo'ymovdi. Qamchi bilan savaladi. O'zim ko'rdim. Nigor opa. Ketmang. Bolalaringiz bilan qayerga borasiz? Bilaman, sizga qiyin. Biz yeringiz bilan gaplashib ko'ramiz. Ehtimol esini yig'ib olar. Ketmang. Osh qalay Oqtoyim Yusuf aka? Ha, semirib dangasa bo'lib qopti. Lekin men buni tobiga keltiraman. Baribir sovruz seniki. Oshdan ko'ra o'ynaganman. Nega tortasan? Ehtiyot bo'l, yutqizib qo'yma. Xitoyimiz boshqamiydi? Ha. Mang. Qayum, nima gap? Nima bo'pti, nima gap? Uring meni. O'zingni bos Qayum. Qani uring. Nima gap o'zi gapirsang-chi? Nega baqirasan? Hozir mana bu odamni xotini bolalari bilan ketib qopti. Bu nomard xotinini qamchi bilan savalabdi. Xotin meniki. Senga nima? Nega yonini olyapsan? Uyaling. Axir bolalari bor. Nima, sendan bo'lganmi? Ichvachcha. Qo'yvaring! Bilasanmi kim urding? Qani tarqayinglar. Basiringlar. Tarqayinglar. Sen esa Yusuf, uyingga jo'na. Qo'yvaringlar. Hali shundaymi? O'z xotinim uchun, ha? Xo'p, mayli ketdim, qo'yvaringlar. Men uni o'ldiraman. O'ldiraman! Keragi yo'q, Qayum. U endi xotiniga tega olmaydi. Bunaqada kaltak yemagan hech kim qolmaydi. Ha, shahar bedarvoza emas. Kim bor? Bo'ldi-da endi. Bas qilinglar. Ehtimol to'g'ri urgandir. Lekin eng yaxshi chavandozimizdan ajraldik-da. Bir ilojini qilarmiz. Balki Qayumni o'zi chopar. Ha, agar qurbi yetsa. Urinib ko'raman. To'xta! To'xta! To'xta deyapman! O'tiraman sizdan. To'xtatmang. To'xta! To'xta, senga aytyapman! Mashinangni to'xtat! To'xtat deyapman senga! Ya, to'xtat! To'xtat! Dada.
Yaxshilab shemargan. Osilmaylar, osilmaylar deyapman. Assalomu alaykum. Salom. Ya holva yo'rasiz? Shaharga ketyapman, bozorga. Ko'chalar zimrishalar. Osilmaylar. Salom Malika. Salom. Bu yer sizga ham yoqadimi? Ha. Bu suvni nimaga tiniqligini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Yuqoridagi tog'da chashmalar bor. Ular ro'parasi 12 ta. Chashmani suvi tiniq. U hech qachon muzlamaydi. Chashmalar bir-biriga qo'shilib, beq oqib keladi. Oyim kasal bo'lganlarida dadam toqqa chiqib, o'sha chashma suvni olib keladilar. Oyim ichib shifo topadilar. Kimki uloqni davradan 3 marta aylantirib chiqsa, o'sha rayonning eng zo'r chavandozi deb hisoblanadi.
Qayoqqa ketyapsan? U seni kiming bo'ladi? Kiming? Nimalar deyapsiz? Bor uyga. Shukur ota. Nega bunday qilyapsiz? Qayyum. Seni o'z farzandimdek ko'rardim sen bo'lsang. Oralaringda nima gap bor? Uyaling, dada. O'chir ovozingni. Endi eringga nima deysan? Uni yuziga qanday qaraysan? Axir u seni o'ldirishi mumkin. Men seni himoya qila olmayman. Yo'q, qila olmayman. Balki u seni himoya qilar. Ha, himoya qilaman. Hali shunaqami? Musulmonmisan o'zi? Senda diyonat bormi axir? Men ham senga o'xshagan odamman. Unday bo'lsa ket bu yerdan. Bu meni xotinim bir umrga men bilan birga bo'ladi. Eshitdingmi? Buni Malikani o'zi hal qiladi. Imonsiz! Aqloq!
Tun bo'yi chirog'ingiz yoniq chiqdi. Ha. Kitob o'qidim. Yolg'on gapiryapsiz. Kir yuvib chiqdingiz. To'g'ri. Hech o'rganolmadim-da. Nimani? Yolg'on gapirishni. Alik. Endi uyga boring. Siz menga yana xat yozasizmi? Ha, yozaman. Agar men sizni bu yerdan keting desam, ketarmidingiz? Qayda? Ketmasam kerak. Keting. Keting Qayum aka. Meni desangiz, keting. Bu yerdan keting. O'tinib so'rayman. Sharmandasan! Akramjon! İflosdan bildingmi? Ishlaring bolam! Voy yaramasay! Men har o'lganimcha yo'q edi-ku, yoki bitta erkamlik qildimi senga? O'zingni hurliqo deb o'ylasang kerak, ha? Kuningni ko'rsatib qo'yaman sen iflosni. Bildingmi? O'zingiz ishlang. Yaxshilikcha javob bering. Bo'lmasa o'zim ketaman. Nima? Yo'qol! To'rt tomoning qibla! Yo'qol! Yo'qol! Ko'zimga ko'rinma! Ko'rinma! Senda ham xotinim borida yo'qol! Yo'qol! Salom berdik. U kishi pochtalyonimiz Toshmat hozir bu yerga kelib qo'lini ko'tarib, "Diqqat, so'nggi axborot" dedi. Mana sizga telegramma. Toshmat aka, marhamat, bir piyola ko'k choy iching. Rahmat, rahmat. Toshmat aka. Salom. Menga xat yo'qmi? Yo'q. Qayum, sen shaharlik qizlarni yaxshi bilasan-a, o'g'lim? Nima edi? O'g'lim yaqinda armiyadan qaytadi. Buxorodan uylanibdi. Bilasan-ku, bizni uyimiz eski, kelinga yoqmasa kerak. Remont qilsangizchi. Remont bilan ish bitmaydi. O'zing bilasan-ku, shaharlik qizlarni dedi noziroq bo'ladi. Meni fikrimcha, bir uy qurib, devorlariga gul solsak qanday bo'lar ekan? Qo'lingdan keladimi? Uncha-muncha. Endi o'g'lim o'zing qo'lingdan chiqarib bergin, ey! Yaxshiliklaringga xizmat qilay. Mayli.
Juda xursand qilding o'g'lim. Ertagayoq men markazga borib, har xil bo'yoqlardan olib kelaman. Xo'p, xayr. Matkarim, osh pishdimi? Hozir pishadi-da, hozir. Hozirgi erkaklar erkakmi xotindan battar. Ilgarigi zamon bo'lganda bu yigitni go'ridan allaqachon giyoh o'sib chiqardi. Ilgarigi zamonmish. Biz o'zbeklarning yaxshi odatlarimiz ham bor edi. Hashar degan. Odamlar gina gudratlarini yig'ishtirib qo'yishib, bir-birlarininkiga yordamga kelishardi. Xudoga shukr, men ham niyatimga yetadigan bo'ldim. Xudoga shukr. Toshmat, Toshmat, uyni ham shunaqa quradimi? Romini qo'ymasdan turib, tomini yopyapsizlar ha, o'y. Hop, barakallah. Derzani olib keldinglarmi? Qani ol o'tiringlar, shaq, ol o'tiringlar. Hop, barakallah. Rahmat, rahmat. O'lcha qo'yaveringlar. Toshmat, o'y, menga qaragin. Xo'sh. Umrimda 4 ta uy qurganman. Noto'g'ri qilyapsizlar axir. Kom meni boshimga aylantirib olmagin, birodar. Qo'ysangchi. Qamishlar keldinglarmi? Odamallar. O'sha bir chekka tavlavringlar. Qamish yaramaydi, qamish. Qo'ysangchi, endi meni ko'p endi ovora qilaqlator. Bo'ldi qilinglar. Ovqatlanib olamiz. Ovqatga! Biz bilan o'tiring Toshmat aka. Hozir. Mana choyni damlab qo'ying. Hozir. Akrom, bu yoqqa o'tir. Mana mehmonlar, hamil choy. Marhamat, qani olinglar. Rahmat. Yana kimga hamil choy? Chol juda xursand. U allaqachon bo'lajak nevaralarga ot ham qo'yib qo'ygan bo'lsa kerak. Ko'k choy desanglar, ko'k choy ham hozir keltiraman. Menimcha kechgacha tamomlarimiz, ha? Ko'ramiz. To'lqin, Baxtiyor, bo'ldi chiqinglar, ovqatlaring. Chiqa qolinglar. Baxtiyor, bu yoqqa-chi. Sizga kim kerak? Shu yerdan o'tib ketayotib, sizni ko'rib qoldim. O'zingiz chiroyli ekansiz, lekin tolingiz past ekan. Bo'ldi. Yurg'izaver. Rahmat qayinjon. Xo'sh, sovqatdingmi? Nega o'tiribsan? Uyingga bor.
Dadamga ovqat olib keldim, uxlab qolibdilar. Dadang turganlarda aytib qo'yarsan. Men uyga ketdim, uxlagani. Xo'pmi? Xo'p, Xayr. aytib qo'yaman. Oyi. Ye o'g'lim. Yaxshi ko'rgan somsang. Ataylab yopib kel. Rahmat oyi. Juda ozib ketibsan. Ish ko'p. Vaqti. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Endi sizni yubormayman. Shu yerda turasiz. Tag'in oldinga kelganimga o'sha ishlarni kechir deb o'ylama. Yuragimda dog' bo'lib qoldi. Beshikka tiqilib qo'ygan qizimizga uylanmading. Rahmatli otang vasiyatini oyoq osti qilding. Qarindosh urug'lar oldida hammamizni yuzimizni yerga qaratding. Yana o'sha gapmi oyi? Oyijon, axir tushunsangiz-chi, men uni sevmayman. Sevib qolarding. Xayr, mayli, bo'ldi endi. Somsani ye. Xudo xolasa shu kuzdan qoldirmay o'g'limni unashgan qiziga uylantirmoqchiman. Ilohim niyatingizni yeting. Buyog'iga xotirjam bo'ling. Biz ham qizimizni siz yuzingizni yerga qaratib qo'yishiga yo'l qo'ymaymiz. Qani, dasturxonga qarang. Oling. Aytishlaricha, yoshim 100dan oshgan emish. Ehtimol shundaydir. Yillar birin-ketin o'taverdi. Yil sanashga qo'lim tegmadi. Ba'zi odamlar keksalarni esi kirdi chiqdi bo'qoladi. Hech narsa eslolmaydi deyshadi. Yo'q, hammasi meni xotiramda. Qishloqdagi hamma to'y, tomosha, butun azalar esimda. Urushga erini jo'natayotgan xotinlarning ko'z yoshlari, barcha mo'l hosil yillar esimda. Men hatto bobomni ham eslayman. U amir haramidan bir qizni o'g'irlab ketgan edi. Amir uni xaloyiq oldida kallasini oldirib tashladi. Lekin hech kim uni o'g'ir deb hisoblamadi. Ular bir-birlarini sevishardi. Keyinchalik ular to'g'risida qo'shiqlar to'qildi. Endi amirlar yo'q. Hozir boshqa davr. O'ylaymanki, sevgi deb hozir o'zini qurbon qiladigan yigitlar topilmasa kerak. Olinglar. Ko'ppaklar yenglar. Meni xasis deyishadi. Otamni 15 tuyasi, 30 ta yilqisi
100 ta qo'yi, 4 ta xotini bo'lgan ekan. Nahotki men xasis bo'lsam-a? Kelinglar ko'paklar. Yeb olinglar. Bu yerga kelganimga 1 yil bo'ldi. Malikani uchratganimga ham 1 yil bo'ldi. 1 yil. Aytishlaricha, men qo'shnini xo'rozga o'xsharmishman. Har doim birovlarning ishiga aralasharmishman. Nahotki shunday bo'lsa? Oyim bechora qarab qopti. Men tufayli bo'lsa kerak. Qani endi 1 yildan keyin nima bo'lishini bilsam. Hayır. Aycan. Aman bo'ling. Qayyum, o'g'lim, agar meni onam desang, hozir men bilan birga ketasan. Bu qishloqda seni baxting ochilmaydi. Aycan, hozir men ketolmayman. O'z uying bor, onangga rahming kelsin. Seni shu umidlar bilan boqib katta qilganmidim. Agar ko'zim unday demang, unday demang. Men hozir bora olmayman. Sen qandaydir bir xotinni o'z onangdan kechasanmi? O'shani desang, oqistimni ko'kka Oyi, urdim. ilojim yo'q, oyi, bora olmayman. Qayoqqa? Hech qayerga chiqarmayman. Rizamatni hurlari o'rab olibdimi? Men qarang, rostdan ham Buxoroning qizlari chiroyli bo'ladimi? Baribir qizlar chiroyli. Albatta.
Mana buni katta buvisi ham Buxorolik bo'lgan. Nihoyatda chiroyli edi. Juda soz, juda soz. Ana o'g'li mashinada tushyapti, ko'rdingmi? Kela qani. Voy to'g'ri, voy sho'x. Ana maqtalgan Buxorolik malika. Salom dada. Tabriklayman ota. Mana bu kichkinagina sovg'a kelinning ota-onalaridan. Tabriklayman bolalarim, tabriklayman. Tabriklayman. Tabriklayman mulla Toshmat. Rahmat. Kelin juda yaxshi ekan. Ha, juda yaxshi. Lekin biroz ko'zi ko'proq ekan. Hammayli ish qilib qo'sha qarisi. To'g'ri. Ilohim qo'sha qaris. Aziz do'stlar, ham qishloqlar. Bizning oq laylak qishlog'imizga nozik, ko'k ko'z, oppoqqina qiz kelin bo'lib tushdi. Kelinglar, mana shu qadahni, shu 2 yoshni salomatligi, baxti saodati uchun ichaylik. Ya baba Samçe. Şeytayı buldu, yürekten candan. Rahmat, gene svali. Komiljon. Dashinka. Aziz birodarlar. Bu 2 yosh mustaqil hayotga qadam qo'ymoqda. Siz bir-birlaringizga sadoqatli, vafodor bo'lingiz. Elbrus tog'laridek umringiz uzoq, sevgingiz yuksak bo'lsin. Do'stlar, bedovlarimiz harom bo'lsin.
burgutday qanotimiz qayrilsin. Xotinlarimiz mayli tashlab ketsin. Agar shu qadoqni oxirigacha ichmasak. So'nggi axborot. Hozir palov aytiladi. Arkasidan kabob. Olinglar. Ha, havasing kelyaptimi qayimjon? Senga ham yaxshi maslahatim bor. Tezroq qaylig'ingni olib kel, xuddi shunaqangi to'y qilib beramiz. Qanaqa qayliq? Meni qaylig'im yo'q. Ha, kimdan yashiryapsan o'g'lim? Men yer tagida ilon qimillasa bilaman. Buni butun qishloq biladi. Kelinni tezroq olib kelgin, uni yaxshilab kutib olamiz. Menga ishonaver. Ha, mayli. Bu haqda keyin gaplashamiz. Qayoqqa qarayapsan? Kimga qarayapsan? Havo yo'q. Buni qaranglar, qizimdan ko'zini olmayapti. Axir buni o'zini ulashtirib qo'ygan qizi bor. Nima qilmoqchisan? Qizini turmushini buzib, hayotini jahannammoqchimisan? Yo'q! Nega qo'yvaringlar, bana qo'yvaringlar, nega urasan? Nega urding? Nega? Opa! Siz opamni nimaga urasiz? Men sizga ko'rsatib qo'yaman hozir. Mana sizga. Nega Malikani urding? Axir insonsan-ku. Menga qara azizim, yaxshi ish qilmading. Qayum, o'g'lim, o'tiraman sendan. Iloji bo'lsa ket bu yerdan. To'yimizni azaga aylantirma. Bilaman, meni sen tushunasan. Keta qol. Xafa bo'lma o'g'lim. Kim bo'linglar? Qayerda ekanliklaringni unutdilaringmi? Axir to'yda o'tiribsizlar. Sizlar esa o'sha g'iybatchilar. Oilamni badnom qilmoqchi bo'lganlari kamlik qiluvdimi? Endi yoshlarni mana shunday yaxshi kunini ham bulg'amoqchisizlar. Malika meni qizim. Nima qilishimni o'zim bilaman. Oilamizda tashvishi hech kimga tushmay qo'ya qolsin. Hay xonandalar, qani davom ettiringlar. Saydoy buldum yürekten jondan, sevdim seni şu gülistondan. Hüsnün baharın nega yaşırdın, keçtiğim canan ahdi paymandan. Hüsnün cemalin nega yaşırdın, keçtiğim canan ahdi paymandan. Keçtiğim canan ahdi paymandan.
Endi nima qildik? Ayb o'zimda. Yaxshi ish qilmadim. O'zimni tutolmadim, qarib esim yeb qoldi. Hech qisi yo'q, oxiri xayrli bo'ladi. Tashvish qilma. Siz har doim menga shunday dalda berasiz. Nima? Noto'g'ri aytyapmanmi, onasi? Esingdami? Otang kambag'alsan deb seni menga bermoqchi emasdi. O'shanda qanaqa yig'laganding? Men bo'lsa, oxiri xayrli bo'ladi degandim. Nimagadir yuragim notinch. Yana kasal bo'lib qolmasam go'rgaydi. Mazam qochyapti. Malikani bekor xafa qildik. Ertaga yoq buloq suvidan olib kelaman. Nega bu la'nati it uvullab qoldi ekan? Yozam darrov o'tib ketdi. Laylaklar ham uchib ketishdi. Qachon uchib ketishdi ekan? Kuni kecha tunda. Laylaklar har doim tunda uchib ketishadi. Qorong'ida qanday yo'lini topishadi? Bilmadim. Yulduzlarga qarab deyishadi. İyi tushib ketasan. Karim, agar men o'lsam, yig'laysanmi? Yig'layman. Nega indamaysan? Ishonmayapsanmi? Yo'q, ishonaman. Albatta ishonaman. Musulmonlar! To'xtatinglar! Ayol kishining tobut ketdan borishi gunoh. U aqldan ozibdi. Qayga ketib borasiz jonim onam ko'zim onam. Ay onam qavag'im zal zamoni qavag'im zalsam qaragan onam. Qarilib qolimni so'ragan onam. Shu paytgacha qishlog'imizda xotin kishi tobut orqasidan qabristonga bormagan. Bu gunoh. Jim bo'l, ishing bo'lmasin. Farmona bo'lgan boshimda mehribonim onam. Chala chalani dol qo'ygan avonam avonam. Dog'lar iziga dog' solgan mehribonim onam. Oyim dokala yarashgan avonam avonam oyimim onam oyimga loyiqim onam. Voy jonim aylasina jonim onam ko'zim onam. Qayga yetib borasiz onam. Ketaga dil bo'ylagan onam,
Minarga vaçalagan onam. Endi qayda toparmasdagina mehribonning onam. Qayga ketib borasiz jonim onam. Ayını tokelini dal qo'ygan onam. Soğuk tushib qoldi. Ertaga paltoyini kiyib ket. Sovuq emas. Bizga xat kelgani yo'qmi? Yo'q. Toshmat aka shaharga shofyorlar kursiga ketganmish. Nima qilar ekan? Yaqinda pochtalyonlar motorollarda yurarmish-ku. Gazetada o'qimadingizmi? Yo'q, o'qiganim yo'q. Dada, oling sovib qoladi. Dada, ovqatingizni yeng. Oyingni nechog'liq sevganimni bilsam edi. Ilgarilar biz cho'lda yashardik. O'sha yerda bir-birimizni sevib qolganmiz. Otasi katta qalin so'ragandi. Men esa kambag'al edim. Bir kun kechasi boyni cho'ponlari yoniga kirib, qorako'l terilarini o'g'irlaganman. Qalin uchun qancha kerak bo'lsa, xuddi o'shanchasini olganman. Ammo meni tutib olishgan. Eski urf odatga ko'ra ikkala qo'limni ham kesishlari kerak edi. Men cho'ponlarga qarab, odamgarchiliklaring bo'lsa, bitta qo'limni qoldiringlar. Toki sevganimni quchoqlay olay. Men uni oldida pokman dedim.
Qani uni nima qildilaring? Aytdik-ku senga bilmaymiz deb. Bilmaymiz qayerdaligini. Kayfimiz bor edi. Avvaliga urdi. Keyin yo'ldosh. Undan keyin yormadi. Uni o'ldirgansizlar. O'ldirgansizlar. Hech bo'lmasa tanasi qayerdaligini ayting. Nima deyapsan? Qanaqa tana? Yo'q, biz hech narsa bilmaymiz. Bilmaymiz. Bu bizga bo'xton. Aytsangchi, unga nega indamaysan? Axir bir narsa desangchi bizni nohaq qamashlari mumkin. O'chir ovozingni. Sen dadam uydasan. U Xudoga ishonardi. Uning ruhiga qasam ichamanki, biz qaymni o'ldirgan emasmiz. Ishonmayman. Voy sho'rim kursin. Yo'q. Ishonmayman. Ishonmayman. Assalomu alaykum Toshmat aka. Va alaykum assalom. Mana gazetlari. Rahmat mulla Toshmat. Hop. Ya assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Bormay. Salomat bilan bormilar? Xo'sh oldin, eshityapsanmi? Yuch qahramon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bering, omadik, kela qoling. Assalomu alaykum. Yaxshimisan qizim? Assalomu alaykum Shukur aka. Va alaykum assalom. Ha, shahardanmi? Ha, 8-martga qizimga ko'ylaklik oldik. Ha, durust. Keyingi paytda choyxonada kam namozsiz. Sal mazam yo'q. Bo'lmasa kechqurunlari uyga kirsangiz bo'lmaydimi? Rahmat, kirarman. Omon bo'ling, ko'rishib turaylik ota. Yaqinlashma unga. Nega qaytib kelding? Jo'na. Bu yerda nima qilasan? Xotinimni boshiga yetib, endi meni boshimga yetyapmisan. Niyating yetib qolgan. Meni yuzimga uyimga isnod keltirdi. Nega meni ushlab turibsan? Agar ota bo'lsam, qizimni ikki dunyoda unga bermayman. Bermayman dedim. Qo'ymaylar. İki dünyada kızımın önünde gelmeyin. Gelmeyin dedim. Bu gaplar choldi g'azabini keltirgan. Nega aralashasizlar o'z holiga qo'ysalarinchi? To'xtanglar, menga qaranglar. Nega u qishloqqa qaytib keladi? U qotil-ku. Shukurvoy, ularni o'z holiga qo'ying. Axir ular bir-birini yaxshi ko'rishadi-ku. Menga qarang, bu odamning yuragi to'lib toshgan, yuragidagini aytib qolsin-da. Jintiring voqar. Yana birovlarning ishiga aralashyapsanmi?